Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Saman Fefe kanal do'stlar. Sizlar bilan yana Saman Fefe do'stlar. E, Biz mana ketyapmiz hozircha qishloq axtarib. Juda yaxshi. Mana do'stlar, hozir old kameraga o'tib oldik. Endi esa ketyapmiz. Ana yerda qishloq ko'ryapman. Bu hamma tanigan va hamma bilgan 13-qishloq do'stlar. Ana endi tezroq boramiz. Keyin jitellar bilan gaplashamiz. Qaysi uyni berishsa o'sha uyda yashaymiz. Yaxshi. Bolalar ham bor. Juda yaxshi. O'sha kompotning uyi. Do'stlar, o'sha kompotning uyi. Salom qishloqlar. Salom. Hoy, mer qayerda? Salom, sen kimsan? Men bu qishloqqa yangi ko'chib keldim. Menga qandaydir uy berasizlarmi yoki qishloqda menga joy bormi? Yoki o'zim uy qurib yashayveraymi? Ha, senga uy beramiz, lekin solig'ini to'lashing kerak. Soliq? Obbo. Xo'p, mayli, o'yladim. Solig'ini to'layman. Mayli, menga qaysi uyni berasizlar? Kelishdik. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Biz senga to'g'ridagi temirchining uyini beramiz. Temirchining uyi dedimi? Yaxshi. Xo'p, shu temirchining uyini aytyapsizlarmi? Ha, o'sha. Yaxshi, lekin xo'p, mayli. Mebellari o'zidami yoki qurishim kerakmi? Yo'q, mebellari o'zida. Xo'p, mer qayerda bilmaysizlarmi? Ha, mer chet elga ketgan edi. Keyinroq keladi. 3-4 haftadan keyin keladi. Bir ish bilan ketgan edi. Yaxshi, mer ketgan bo'lsa, demak, xo'p, mayli. Menga qaysi polizni berasizlar? Bu yerlar mana bu qishloqlarniki bo'lsa kerak. Menga qaysi polizni berasizlar? Aytinglarchi. Ha, senga uyning to'g'risidagi ikki polizni beramiz. Shu 2 polizni sen tozalaysan va o'zingga kerakli narsalarni olasan. Lekin u yerni ham solig'ini to'laysan. Obbo, unga ham soliq olasizlarmi? Ha, unga ham soliq olamiz. Axir ular ham yerning mulki-ku. To'g'ri, yerning mulki, lekin obbo, xo'p, mayli, kelishdik. Mening ismim Saman, sizlarniki nima? Meniki Novun. Senikichi? Meniki Grib. Yaxshi, sen Novun, sen esa Grib. Yaxshi. Keyin gaplashamiz. Men esa uyimga ketdim. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Qishloqlar bilan gaplashdik. Tekshda mana bu ikkita polizni menga berishdi. Ikkinchi polizda bir jup polizni mana polizni bersa yaxshi bo'lardi. Chunki bug'doy bor ekan. Mayli. Yomon berishmadi, yaxshi, norozi bo'lmaslik kerak. Va endi Xo'p do'stlar, mana endi esa kiramiz uyga. Ha, verstak joyida, pechkalar ham joyida. O bor ekan. Yotoq ham nima ichida hech narsasi yo'q. Yaxshi, mebellari joyida. Eng muhim, mebellari joyida. Mana bug'doy urug'i tushdi. Bu esa yaxshi, juda ham yaxshi do'stlar. Oldin tozalab chiqish bahonasida bug'doy urug'ini ham topib oldim. Yangi qishloq, yangi romantikalar yaxshi bo'ladi degan umiddaman do'stlar. Hop, ana endi polizimni bir boshidan yig'ib chiqishim kerak. Bunday katta polizni menga berishibdi. Mayli.
sekin 20 hosil bo'ldi. Bir stak bo'larmikan? Yo'q. Endi esa yaxshi bug'doyni ekish kerak. Obbo. Bo'lmasa. Bizga bug'doy berish kerak. O'tlar, qani bug'doy. Obbo, jizilsin. Nega bironta ham bermayapsizlar yaxshiroq. Obbo. Kartoshka kerak. Kartoshka juda yaxshi va foydali. Iya. Yaxshi do'stlar, hozir men buncha katta joyni tozalaganimcha ancha vaqt ketib qoladi. Sababli ungacha videoni o'chirib qo'yaman do'stlar, davay. Mana do'stlar, va nihoyat bo'ldim. Yaxshi. Ketmonimni olaman. Yaxshi, ana endi esa bu narsalarimni uyga qo'yib chiqaman. Yo'q, bularni ham ha do'stlar, keyin menga yaxshi kalam yo'g'iga keldi. Qanaqa g'oya desanglar, magazin, do'kon qurish. Nimaga deganda, qishloqda do'kon, magazin yo'q ekan. Shu sababli o'zim qursam, anchagina mobaygina pul topa olaman, to'g'rimi? Nima deysizlar? Ha, menimcha mobaygina pul topa olaman. Endi esa qishloqni qayerdan qursam bo'lar ekan? Hozir borib darvoga Novan bilan gaplashib kelaylik. Xo'p, yaxshi. Novan, hoy. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingchi? Ha, men yaxshi. Men bugundanoq fermamdagi ishlarni boshladim. Endi esa anavi ish qilib qayerdandir magazin qurmoqchiman, do'kon, ya'ni nima deysan, qursa bo'ladimi? Unga ham soliq to'lanadimi? Ha, unga ham soliq to'lanadi. Axir qishloqdan qilyapsan-ku. Ha, qishloqdan qilyapman, lekin nahotki soliq to'lansa? Ha, soliq to'lanadi. Axir qishloqlar bu yerdan dars olishadi. Xo'p, mayli, soliq to'lash kerak bo'lsa, mayli. Sen bilan tortishib o'tirmayman. Va yaxshi. Mayli, qayerdan qurishni menga maslahat berasan, aytchi. Mana shu to'g'ridagi joylarni ko'ryapsanmi? Bu tomonmi? Qaysi tomon? Shu tomon. Shu tomonmi? Alo. Aytsangchi. Yo'q, o'sha. Ha, o'sha tomon. Yaxshi, shu tomondan qursam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. O'sha yerdan quravergining. Xo'p, mayli. Biroz ahmoq jidel. Eng bo'lmoq narsalarga ham soliq to'lash kerak deyapti. Ahmoq jidellar. Mayli, bunga to'lamayman-ku. Yerga to'lamayman-ku. Mayli. Yaxshi. Do'stlar, mana bu yer qanaqa yer bo'lib qoldi? Mayli, bu yerni olib tashlayman. Ungacha mana bu magazin quriladigan joydagi o'tlarni yo'lib olay. Yaxshi, juda ham zo'r magazin quramiz. Nasib bo'lsa. Yaxshi, bug'doylarni beringlar menga. Yaxshi. Bo'ldi do'stlar, mana shu yer bo'ladi. Ko'p joy olsam, ko'proq soliq to'lashim kerak bo'ladi. Axir o'zimga ham pul qolish kerak-ku. Ha, mana bu yerni esa bitta mana bu yerni almashtirishim kerak.
Havo ham anchagina issiq bo'ldi. Voy, jin ursin. Qayerga tushib qoldim men? Bu qanaqa eshik? Jin ursin. Endi qanday tepaga chiqaman? Jin ursin, yana yiqilib tushdim. Jin ursin. Do'stlar, axir menda bolta ham yo'q, mana buni sindiraman desam. Do'stlar, endi nima qilaman axir? Jin ursin. Eshik ochil. Yo'q, bu yer o'zi qanaqa eshik do'stlar? Qishloqda bunaqa joy bor deb hech kim menga aytmagandi. Jin ursin. Mayli, men shu yerdan chiqib olsam, keyin nima bo'lishini video davomida ko'ramiz. Mayli, qani chiqamiz. Yo'q, yana tushib ketyapman-ku axir. Jin ursin, qo'lim og'riydi, mana buni sindiradigan bo'lsam. Yaxshi, sindira oldim do'stlar. Bu qanchalar omad bilasizlarmi? Jin ursin, oyog'im. Do'stlar, oyog'im juda ham og'ridi-yu. Yiqilib tushdim. Xo'p, mayli, sekin chiq endi. Chiq. Yiqilma, sekin tush. Yaxshi. Unday bo'lsa yaxshi. Juda yaxshi do'stlar. Loyni sindiramiz va tepaga keyin chiqib olamiz. Yaxshi do'stlar, chiqib ham oldik. Endi qaytib yiqilmayman. Ketdik do'stlar, darvoqe Novunga xabar beramiz. Novunga xabar bermasak bo'lmaydi bu joy haqida. Nimaligi? Do'stlar, to'xtash kerak. Mana bu yer akamiz qopti. Bir narsani eslash kerak. Meni ko'rib qoldi. Mana eshikni ochib o'ylaymiz. Do'stlar, qaranglarchi. Hozir Novunga aytadigan bo'lsam, agar u yerda biron bir yaxshi tilloma narsalar bo'lsa, ular o'ziga olishadi. Menga berishmaydi, chunki ular qishloqdan qochgandan buyon ular shu yerda. O'zimga kerak bo'lgan hamma narsani olaman do'stlar. Yaxshi. Mayli, endi o'tinglar. Endi borib ko'ramiz. Qani nima ekan u yerlar? Ketdik. Do'stlar, yugurib endigina keldim. Mana jitel ham ko'rib qoldimmi deyman. Sekin tushamiz. Yaxshi, tushib ham oldik. Endi boltida uraman. Albatta. Mana bu yerga bitta fakel qo'yamiz va bu yerni sindirishga harakat qilamiz. Jin ursin, boshimni urib oldim. Bu yer sinishga qattiqlik qildim. Singani yo'q, mayli. Endi buzamiz. Yaxshi, buzildi do'stlar. Do'stlar, bu nima? Piramidalarmi? Olmos va chapda olmos, o'ngda esa oltindan piramida. Tezda sindiramiz. Do'stlar, jin ursin. Bu nima edi? Yuzimni tushirmayman. Sekin yuzimni tushirmasdan chiqamiz. Do'stlar, axir u yerda kamera bor ekan-ku. Jin ursin, endi nima qilamiz? Jin ursin, mayli. Kamera bor bo'lsa, sekin kamerani. Yaxshi, bunisini ham. Yaxshi bo'ldi. Shekilli boshqa hech qayerda kamera yo'q. Uni olib qo'yamiz. Do'stlar, men aniq haqiqatan ham Novun va Grimlarga aytmayapman. Men haqiqatan ham xazina topib oldim do'stlar, xazina. Do'stlar, bugun birinchi kundan bularning ichida tinitilab bor ekan. Ovqatlar bularda bundachi. Yer osti boyligi do'stlar. Tillalarni qaranglar do'stlar. Yo'q do'stlar, birinchi kunning o'zidanoq bularni olmayman. Tunda kelib
hammasini yig'ib ketaman. Hozir esa sekin yaxshi. Hozir esa shunchaki bu yerdan juftakni rostlaymiz do'stlar. Chiqamiz va bu yerni ham ko'mib qo'yamiz. Bo'ldi do'stlar, endi esa juftlikni rostlaymiz do'stlar. Uyimizda kun botishini, kech tushishini kutamiz. Keyin esa barchasini olib bu qishloqdan juftlikni rostlaymiz do'stlar. Do'stlar, videomiz shu yergacha bo'ldi. Ikkinchi qismini ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi qismini kanalimizda chiqaramiz. Yaxshi, endi esa men uyimga kiraman. Yaxshi.